Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Yana bir ustanovkamiz kuxna mebel bo'ldi. Kuxna mebelda o'zlarimizning mahallaga olib kelib o'rnatib berdik. Kuxna mebelimiz metri 5 metr bo'ldi. O'sha kuxna mebelimiz 12,5 million so'mga bitdi. Kuxna mebel bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. 12,5 million so'mga no'nonlar kiradi. Kuxna mebelimiz yaxshi akrillardan yağış svet bilan kombinatsiya etib bezdirishga variantda ishlab berdik. Kuxna mebelimizga shunday ko'p funksiyali yaxshi moykalardan qo'yib berdik. Moykalarni ulab qistirib ishga tushirib berdik. Musor idishlari bonus sifatida shunday tortmalari yaxshi mexanizmdan vakuumdan qashib qo'yatilganligi bilan yana bir shunday yerimizda kargo mexanizmlarini yaxshisidan qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Vitishkalarni ishlatib, uni ustanib ketib berdik. Eshiklarning chetlari 100% pulqa plastik ichlari bilan birga 100% indifdan bo'lgan beri stollari rossiyskidan partig'ini o'zining svetidan qo'shib svet olib indifdan ishlab berdik. Xonadonlikda ishchilardan shunday push mexanizmlarini shunday ishchilarni ustanib ketib berdik. Şimdi olup çıktı kuxna mebelimiz 3 etaj oldu. Hem yerleri çok yorup geldi. Görüşünüz mümkün. Kime şunday mebeller kerak olsa o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. YouTube kanalımıza abone olup qo'ysanlar, bundan başka mebellerdi sonraki jarayonlarni tashlab boramiz videolarni. Kime şunday mebeller kerak olsa, ya shunday mebeller olacak bo'lib yurgan tanishlar olsa, şu videoni tanishlarınıza yuborib qo'yinglar. Hammaga rahmat.